Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun sizlar bilan juda muhim, shu qadar dolzarb mavzu haqida gaplashamizki, har bir nafaka oluvchi yoki yaqin kunlarda nafaqaga chiqish arafasida turgan inson bu ma'lumotni diqqat bilan tinglashi shart. Bu shunchaki bir video emas, balki sizning kelajagingiz, farovonligingiz va oilangizning moliyaviy barqarorligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan shoshilinch xabar. Agar siz o'zingizning pensiya miqdoringizni, uni qanday hisoblanishini va kelgusi o'zgarishlarni bilmoqchi bo'lsangiz, demak siz to'g'ri joydasiz. Bu ma'lumot sizning pensiyangizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men sizdan hoziroq kanalimizga obuna bo'lishingizni va bu videoga like bosishingizni so'rayman, toki bu muhim xabar ko'proq insonga yetib borsin. Endi esa muammoning mohiyatiga o'tamiz. Avvallari pensiya hisoblash tizimi nisbatan oddiy va ko'pchilik uchun tushunarli edi. Pensiya asosan ish staji va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lib, odamlar o'z pensiyalarining qanday shakllanayotganini taxminan bilishardi. Mehnat daftarchasiga yozilgan har bir yozuv, har bir ish joyi o'z ahamiyatiga ega edi. Ish haqi sertifikatlari yig'ilib, ma'lum davrdagi eng yuqori maoshlar pensiya hisobida asos qilib olinardi. Bu tizim bir qancha avlodlar uchun xizmat qildi va ko'pchilik unga ko'nikib qolgan edi. Biroq zamon o'zgaryapti, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar rivojlanyapti va shunga mos ravishda pensiya tizimida ham jiddiy o'zgarishlar yuz bermoqda. Bugungi kunda pensiya ta'minoti tizimiga bir qator yangi me'yorlar va qoidalar kiritildi. Ularning asosiysi pensiya ta'minotining yanada adolatli va ijtimoiy himoyaga yo'naltirilgan bo'lishini ta'minlashga qaratilgan. Asosiy o'zgarishlardan biri shundaki, endilikda pensiya hisoblashda ish staji va ish haqini tasdiqlovchi hujjatlarga bo'lgan talablar kuchaytirildi. Elektron ma'lumotlar bazalariga o'tish jarayoni faol davom etmoqda. Bu esa ayrim holatlarda qog'oz shaklidagi hujjatlarning yetishmovchiligi yoki noto'g'ri rasmiylashtirilganligi bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, ilgari ba'zi bir norasmiy ishlagan davrlar guvohlar ko'rsatmasi bilan qisman hisobga olinishi mumkin edi. Ammo hozirda bu holatni tasdiqlash ancha murakkablashdi va ko'pincha amalda deyarli imkonsiz bo'lib qoldi. Shuningdek, ma'lum davrda olingan ish haqining nafaqani hisoblashdagi o'g'irligi ham o'zgargan bo'lishi mumkin. Ya'ni avval sizning oxirgi 5 yillik eng yuqori ish haqingiz olinib hisoblangan bo'lsa, endi boshqa davrlar, masalan, butun mehnat faoliyatingiz davomidagi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari yoki ma'lum bir davrning indeksatsiya qilingan ish haqi ko'rsatkichlari pensiya miqdorini aniqlashda asosiy rol o'ynashi mumkin. Bu o'zgarishlar har bir fuqaro uchun individual tarzda turli natijalarni berishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni bilish juda muhimdir. Endi esa birinchi asosiy qismga o'tamiz. Siz nimalarni bilishingiz kerak? Kimlar xavotirlanishi lozim va kimlar uchun tashvishga hojat yo'q? Birinchidan, shuni bilishingiz kerakki, endilikda pensiya hisoblashda eng muhim omil bu rasmiy, ya'ni ijtimoiy sug'urta badallari to'langan ish stajidir. Agar sizning mehnat daftarchangizda barcha ish joylaringiz va davrlaringiz aniq va to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ish beruvchilar doimiy ravishda barcha ajratmalarni amalga oshirgan bo'lsa, sizning olatingiz nisbatan barqaror bo'lishi mumkin. Biroq kimlar xavotirlanish kerak? Mehnat daftarchasida yozuvlari noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan shaxslar. Masalan, ism-sharifda xato borligi, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish sanalarining aniq ko'rsatilmaganligi, korxona nomi o'zgartirilganligi, lekin bu haqda tegishli yozuvning yo'qligi va hokazo. Bu kabi xatolar pensiya hisoblashda katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. 2. Ish staji davomida norasmiy yoki qisman rasmiy ishlaganlar. Ko'pgina fuqarolar qishloq xo'jaligida, qurilishda, xizmat ko'rsatish sohasida rasmiy ro'yxatdan o'tmasdan ishlashgan. Bunday davrlar uchun ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmagan bo'lsa, bu davrlar pensiya stajiga kirmasligi mumkin. 3. Tashkilot tugatilgan yoki qayta tashkil etilgan bo'lsa-da, arxiv hujjatlari mavjud bo'lmagan shaxslar. Ba'zi korxonalar tugatilganda ularning hujjatlari arxivlarga topshirilmagan bo'lishi mumkin. Bu esa ish stajini tasdiqlashni qiyinlashtiradi. 4. Chet elda ishlagan va o'z ish stajini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmaganlar yoki ularni legalizatsiya qilmaganlar. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? O'zining butun mehnat faoliyati davomida rasmiy ishlagan, barcha ijtimoiy sug'urta badallari to'langan, mehnat daftarchasi namunaviy tarzda yuritilgan va barcha hujjatlari tartibli bo'lgan shaxslar. Lekin hatto bunday holatda ham hujjatlaringizni tekshirib qo'yish ortiqcha bo'lmaydi.
Keling, bir nechta aniq misollarga to'xtalib o'taylik. Misol 1, opa Gulchehra. U 1950-yilda tug'ilgan, 1970-yildan 2000-yilgacha kolxozda oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning mehnat daftarchasida kolxozda ishlagan davrlari yozilgan, ammo ba'zi yozuvlar aniq emas, muhrlar xira tushgan. Eng muhimi, 1970-yildan 1990-yilgacha bo'lgan davr uchun kolxozdagi ish haqi haqida hujjatlarni topish qiyin. Ilgari bunday holatlarda kolxoz rahbarlari yoki birga ishlaganlarning guvohliklari qisman hisobga olinishi mumkin edi. Yangi qoidalarga ko'ra, agar Gulchehra opaning shu davrdagi ish haqi va ish staji rasmiy ravishda tasdiqlanmasa, uning pensiya miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Masalan, eski hisob-kitobda uning pensiyasi 2 million so'm bo'lishi mumkin bo'lsa, yangi qoidalar bo'yicha tasdiqlanmagan staj va ish haqi tufayli bu miqdor 1,5 million so'mgacha tushib ketish ehtimoli bor. Gulchehra opa endi arxivdan yoki shu kolxozga voris bo'lgan tashkilotdan qo'shimcha ma'lumot qidirishga majbur. Misol 2. Aka Rahim. U 1960-yilda tug'ilgan. 1980-yildan 2000-yilgacha zavodda rasmiy ishlagan, 20 yil. Keyin 2000-yildan 2010-yilgacha 10 yil yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan. Lekin bu davrda ijtimoiy sug'urta badallarini muntazam to'lamagan. Chunki u paytda bunday majburiyat ko'pchilik tomonidan jiddiy qabul qilinmas edi. 2010-yildan 2002-yilgacha yana rasmiy ishga joylashgan, 10 yil. Jami ish staji 1 yil bo'lishi kerak edi. Eski qoidalarga ko'ra, uning pensiyasi 1 yillik ish staji va eng yuqori ish haqi asosida hisoblanishi mumkin edi. Lekin yangi qoidalarga ko'ra, yakka tartibdagi tadbirkorlik davridagi sug'urta badallari to'lanmaganligi sababli bu 10 yil ish stajiga kiritilmasligi mumkin. Natijada uning pensiyasi 30 yillik staj asosida hisoblanib, masalan, kutilgan 2 million so'm o'rniga 2,5 million so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bu uning oilasining moliyaviy ahvoliga katta ta'sir qiladi. Misol 3. Amaki Sobir. U 1972-yilda tug'ilgan. Butun umri davomida, ya'ni 1972-yildan 2012-yilgacha uzluksiz ravishda o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning barcha hujjatlari tartibli. Ilgari uning pensiyasi oxirgi 5 yildagi eng yuqori ish haqi asosida hisoblangan edi. Bu davrda uning maoshi anchagina oshgan edi. Yangi qoidalarga ko'ra esa pensiya butun ish faoliyati davomidagi o'rtacha ish haqi ko'rsatkichlari asosida ma'lum koeffitsiyentlar bilan indeksatsiyalanib hisoblanishi mumkin. Bu degani uning ish faoliyatining boshdagi kamroq maoshlari ham umumiy o'rtacha ko'rsatkichga ta'sir qiladi. Masalan, agar eski usulda uning pensiyasi 2,2 million so'm bo'lishi kerak bo'lsa, yangi usulda bu 2 million so'mga tushishi mumkin. Chunki avvalgi kamroq maosh olgan davrlari ham hisobga olinadi. Garchi bu uning uchun hujjatlar bilan bog'liq muammo tug'dirmasa ham, pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Endi esa ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, ko'zda tutilmagan holatlar va noaniq jihatlar haqida. Pensiya tizimi har doim murakkab bo'lgan va unda har doim istisnolar mavjud. Kimlar uchun o'ziga xos qoidalar mavjud. 1. Nogironligi bor shaxslar. Ularga pensiya tayinlashda ish stajiga bo'lgan talablar yumshoqroq bo'lishi mumkin yoki pensiya miqdori nogironlik guruhi va sababiga qarab alohida tartibda belgilanadi. Ba'zida ish stajidan qat'iy nazar minimal pensiya miqdori kafolatlanadi. 2. Urush faxriylar va ularning oila a'zolari. Ularga qonunchilikda alohida imtiyozlar nazarda tutilgan bo'lib, ular uchun pensiya tayinlash va hisoblashda maxsus koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. 3. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Bunday holatlarda marhumning ish staji va ish haqi asosida oilaning har bir a'zosiga, bolalar, boquvchisi bo'lmagan turmush o'rtog'i pensiya tayinlanadi. Bu yerda ham stajga qo'yilgan talablar bir o'z-o'zgacha bo'lishi mumkin. 4. Ayrim kasb egalari, ba'zi kasblar, masalan yer osti ishlari, zararli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun imtiyozli pensiya yoshlari va stajlari belgilangan. Bu qoidalar saqlanib qolgan bo'lishi mumkin, ammo hujjatlarni tasdiqlash jarayoni kuchaytirilgan. Pensiya tizimidagi ko'zda tutilmagan holatlar va tuzoqlar. 1000. Hujjatlarning eskirganligi yoki noto'g'ri to'ldirilganligi. Ko'plab odamlar o'z mehnat daftarchalarini yoki ish haqi sertifikatlarini yillar davomida nazorat qilmagan bo'lishlari mumkin. Vaqt o'tishi bilan hujjatlar yaroqsiz holga kelishi, siyoh o'chishi yoki ularda xatolar topilishi mumkin. Bu esa keyinchalik stajni tasdiqlashda qiyinchiliklar tug'diradi. Masalan,
Ba'zi mehnat daftarchalarida ishdan bo'shatildi degan yozuv bor, lekin ishga qabul qilindi degan yozuv yo'q. Yoki aksincha, bu ish stajida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. 2. Arxivlarning yo'qligi yoki to'liq emasligi. Oldingi tizimda ish olib borgan ko'plab tashkilotlar tugatilgan va ularning hujjatlari markaziy arxivlarga topshirilmagan. Natijada fuqarolar o'zlarining ish stajini tasdiqlash uchun zarur bo'lgan hujjatlarni topishda katta qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Masalan, bir tashkilotda 10 yil ishlagan fuqaro bu tashkilot tugatilganligi sababli o'sha davr uchun ish haqi sertifikati ola olmayapti. Bu esa uning pensiyasini hisoblashda katta yo'qotishga olib keladi. O'tu. Pensiya miqdorining indeksatsiyasi bilan bog'liq noaniqliklar. Pensiya miqdori har yili inflyatsiya darajasi va mamlakatdagi o'rtacha ish haqi o'sishi hisobga olingan holda indeksatsiyalanadi. Ammo bu indeksatsiya asosiy pensiya miqdoriga nisbatan qo'llaniladi. Agar sizning pensiyangiz yangi qoidalar asosida kamroq boshlang'ich qiymatdan hisoblangan bo'lsa, hatto indeksatsiya bo'lsa ham, u avvalgi kutganingizdan ancha past bo'lib qolishi mumkin. 4. Qonun hujjatlarining o'zgarishi. Pensiya qonunchiligida o'zgarishlar tez-tez sodir bo'lishi mumkin. Bugun amalda bo'lgan qoida ertaga yangilanishi ehtimoli bor. Shu sababli doimiy ravishda yangiliklardan xabardor bo'lish va pensiya tizimini kuzatib borish lozim. Eng noaniq jihatlardan biri bu qandaydir rasmiyatchilik sababli stajga kiritilmagan davrlarni qayta tiklash imkoniyatidir. Ba'zi holatlarda sud tartibida yoki maxsus komissiyalar orqali shunday davrlarni tasdiqlash imkoniyatlari mavjud. Ammo bu juda ko'p vaqt va kuch talab qiladigan jarayon. Shuningdek, xorijiy davlatlarda olingan ish stajini hisoblash masalasi ham murakkab. Agar O'zbekistonning tegishli davlat bilan pensiya ta'minoti bo'yicha shartnomasi bo'lmasa, u staj hisobga olinmasligi mumkin. Endi esa amaliy maslahatlar qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Ayni qadamlar qanday? Birinchi va eng muhim qadam, o'zingizning joriy pensiya hisob-kitobingizni tekshiring. Hozirda siz qanday pensiya olasiz va u qaysi staj va ish haqi asosida hisoblangan? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilib, o'zingizning pensiya ishingizdan ko'chirma olishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, barcha mehnat hujjatlaringizni, ayniqsa mehnat daftarchangizni sinchiklab ko'rib chiqing. Undagi har bir yozuvni, sana va muhrlarni diqqat bilan o'rganing. Ism-sharifingiz, tug'ilgan sanangiz to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling. Har bir ish joyingiz uchun ishga kirish va chiqish sanalari aniq ko'rsatilganmi? Tashkilot nomlari to'g'ri yozilganmi? Agar xato yoki noaniqliklar bo'lsa, ularni tuzatish uchun hoziroq choralar ko'rishni boshlang. Uchinchi qadam, agar sizda ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar yetishmasa, masalan, ish haqi sertifikatlari, buyruqlardan ko'chirmalar, ularni qanday qilib qayta tiklash mumkinligini aniqlang. Bir avvalo, siz ishlagan tashkilotga murojaat qiling, agar u hali ham mavjud bo'lsa. 2. Agar tashkilot tugatilgan bo'lsa, uning vorisi bo'lgan tashkilotga murojaat qiling. Agar voris tashkilot ham bo'lmasa, hujjatlar davlat arxivlarida saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Mahalliy davlat xizmatlari markazlari orqali yoki bevosita arxivlarga murojaat qilib, kerakli ma'lumotlarni qidirib toping. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun kechiktirmang. 4. Agar barcha urinishlaringiz befoyda bo'lsa, sud tartibida ish stajini tasdiqlash imkoniyati mavjud. Bunda guvohlarning ko'rsatmalari va boshqa bilvosita dalillar asos bo'lishi mumkin, ammo bu oxirgi chora hisoblanadi. 4. qadam. Pensiya masalalari bilan shug'ullanuvchi vakolatli organga murojaat qiling. Bu O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari yoki davlat xizmatlari markazlari bo'lishi mumkin. Qayerga borish kerak? Yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, davlat xizmatlari markazlariga, DXM ular sizga hujjatlarni tayyorlashda, murojaat qilishda yordam berishadi va kerakli organlarga jo'natishadi. Qanday hujjatlar to'plash kerak? Asli va nusxasi. 2. Mehnat daftarchangiz, asli va barcha sahifalarining nusxasi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar mavjud bo'lsa, staj davridagi barcha ish joylaridan, diplomlar, sertifikatlar, o'qish davri ham ish stajiga kiritilishi mumkin. 5. Harbiy guvohnoma, erkaklar uchun harbiy xizmat davrini tasdiqlash uchun. Nikoh guvohnomasi, agar familiyangiz o'zgargan bo'lsa. 7. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Ayrim holatlarda masalan onlarga imtiyozlar berilishi mumkin. 8. Agar nogironlik bo'lsa, nogironlik haqidagi tibbiy ma'lumotnomalar.
Agar mavjud bo'lsa, xorijda ishlaganlikni tasdiqlovchi hujjatlar va ularning legalizatsiya qilingan tarjimalari. Nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasiga yozma murojaatda o'z ism sharifingizni, yashash manzilingizni, pasport ma'lumotlaringizni aniq ko'rsatishingiz lozim. Murojaatning maqsadi pensiya miqdorini qayta hisoblash, ish stajini aniqlashtirish yoki yo'qolgan hujjatlarni tiklashda yordam so'rash ekanligini bildiring. Murojaatni imkon qadar aniq va lo'nda bayon qiling. Barcha mavjud dalillar va hujjatlarga havola bering. Agar siz biron bir xatoni yoki noto'g'ri hisob-kitobni aniqlagan bo'lsangiz, uni aniq ko'rsatib o'ting. Murojaatni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi yoki DXMga topshirib, ikkinchi nusxasida qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik kelib chiqishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olishga yordam beradi. Eng muhimi muddatlarga rioya qilish. Agar pensiya qonunchiligida qandaydir o'zgarishlar e'lon qilingan bo'lsa va bu o'zgarishlarga amal qilish uchun ma'lum bir muddat belgilangan bo'lsa, bu muddatni o'tkazib yubormaslikka harakat qiling. Kechiktirish sizga moddiy jihatdan zarar keltirishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, pensiya masalasi shaxsiy javobgarlikni talab qiladigan jiddiy masaladir. Sizning moliyaviy kelajagingiz, farovonligingiz bevosita sizning hujjatlaringizning tartibli bo'lishiga va qonunchilikdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lishingizga bog'liq. Men bugun sizga taqdim etgan ma'lumotlar shunchaki umumiy tavsiyalar emas, balki sizning hayotingizga real ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan muhim yo'naliqnomadir. Unga befarq bo'lmang. Shuni unutmangki, har bir fuqaroning pensiya ishi o'ziga xos. Shuning uchun men bergan umumiy tavsiyalarga asoslangan holda o'zingizning shaxsiy holatingizni chuqur o'rganib chiqing va zarur bo'lsa yuqorida aytib o'tilgan tashkilotlarning mutaxassislari bilan maslahatlashing. Hozirdan harakatni boshlang. Shunda sizning kelajagingiz yanada ishonchli va barqaror bo'ladi. Bu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha.